Birinchisi, Allohga itoatgo'y banda istig'for aytadi. Demak, agar siz doimiy istig'for aytib yurgan bo'lsangiz, Alloh muborak qilsin. Siz Allohga itoatgo'y bandalar qatoriga kirar ekansiz. Ikkinchisi, istig'for aytgan banda payg'ambarlar, solihlar yo'lidan yuradi. Alloh yana bir bor muborak qilsin. Siz ayni yurgan yo'lingiz payg'ambarlar va solihlar yo'li ekan. Demak, siz to'g'ri yo'ldan ketyapsiz. Uchinchisi, istig'for aytgan odam iymon halovatiga erishadi. Iymon halovatiga erishishdan ko'ra banda uchun kattaroq baxt bo'lmasa kerak. Iymon halovatiga erishgan bandaning ko'ziga boshqa har qanday narsa ikkinchi, uchinchi darajada turadi. Birinchi o'rinda iymon va ixlos bo'ladi. To'rtinchisi, istig'for bandani gunohlaridan poklaydi. Albatta, istig'for bu Alloh taolodan kechirim so'rab tavba qilish, ya'ni gunohlardan tavba qilish. Doimiy istig'for, astag'firulloh deb yurgan odam doimiy tavba qilib yurgan, gunohlarni kechirishini Alloh taolodan o'tinib so'rab yurgan odam hisoblanadi. Demak, istig'for bandani gunohlaridan poklaydi. Agar siz doimiy istig'for aytib yurgan bo'lsangiz, inshaalloh doimiy gunohlaringizdan poklanib turibsiz. Beshinchi xosiyat, istig'for aytgan odamning gunohlari savobli ishlarga almashtiriladi. Bu naqadar ulkan baxt. Demak, istig'for aytishning bizga naqadar foydasi shu ekanki, u gunohlarimizni savoblarga aylantirar ekan. Demak, biz doimiy istig'for aytib yuradigan bo'lsak, inshaalloh gunohlarimiz ham savoblarga aylanajak. Oltinchi xosiyat, istig'for aytgan odamga ne'matlar ko'paytirib beriladi. Doimiy istig'for aytib yursangiz, ne'matlaringiz avvalgiga nisbatan bir necha barobar ko'paytirilib beriladi. O'zi biz foydalanayotgan hayotimizdagi har bir narsa Alloh taoloning ne'matidir. Lekin biz istig'for bilan bu ne'matlarni yanada ziyoda qilish baxtiga erishar ekanmiz. Yettinchisi, istig'for bandaning martabasini ko'taradi. Albatta, istig'for aytib yurgan inson avvalo Alloh taoloning oldida martabasi ko'tariladi. Agar qay bir insonning martabasi Alloh taoloning oldida yuqorimi, demak u insonning martabasi odamlarning, jamiki yerdagi ins va jinlarning, hattoki farishtalarning oldida ham martabasi yuqori bo'ladi. Agar siz istig'for aytib yurgan bo'lsangiz, mana shunday ulug' martabalarga erishar ekansiz. 8-baxt